Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi reysimiz Kazan Toshkent yo'nalishidagi yo'lga chiqib ketyapti. Kazan shahridan Toshkentga, Sobir Rahimov avtovokzaliga boramiz. Mana men ukam ham chiqdi. Alaykum assalom. Sharoitlarimiz, zaryadkalarimiz bor, konditsionerlar ishlaydi. Kimga shunaqa to'g'ridan to'g'ri reyslar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bespas reding akalar, opalar, xudo xolasa hamma sharoitlarimiz mavjud. Ekranda raqamlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Haftada 2 marta seshanba, shanba kunlari Kazan shahridan, seshanba, juma Toshkentdan chiqamiz yo'lga. Ana ko'raverasizlar. Xudo xolasa Kazan shahrida Abdulla To'qay 14 manzilimiz. Murojaat qilaverasizlar. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa.